Yaqında Erkin Asiya radiosi Çinçango Uyg'ur madaniyatini yo'q qilayotgan bir mezgilda Uyg'ur tibobatiga simvol bo'layotgan haykalmi yo'q qilindi degan mazmundagi bir nomsiz uchurni topshirib olgan. G'oyib bo'lganligi aniqlangan 3 haykal Uyg'ur elining markaziy shahri Urumchidagi Tibobat doktorxonasi qorosiga tiklangan milodidan burungi 4-asrda o'tgan mashhur Uyg'ur tibobat olimi G'oziboyning haykali. Qashqar shahriga yaqin qadimgi yeza Opaldagi milodi 11-asrda o'tgan mashhur Uyg'ur olimi tilshunos Mahmud Qashqarining mozorliq bog'chisiga o'rnatilgan Mahmud Qashqarining haykali. Qog'liq noyalik Uyg'ur tibobat doktorxonasi qorosiga tiklangan 19-asrning oxiri 20-asrning boshlarida yashagan mashhur Uyg'ur shoiri tibobat olimi Husaynxon Tajallining haykali ekan. Türkiye saqchilari bu yil 2 noyabr İstanbul Avcılarda qurolli hujumga uchrab, ig'ir yaralangan Yusuf Ahmedning delosiga chetishliq 2 gumondarni qo'lga tushirgan. Türkiye taratqullarining 26 noyabr xabar qilishicha, Yusuf Ahmedning 2 noyabr İstanbul Avcılar rayoni Deniz Köşklar mahallasi Ahmed Kaya yo'lida qurolli hujumga uchrishiga chetishliq 2 gumondarni qo'lga olgan. Saqchi taraf ham jiddiy qutqizishda yetayotgan va hayotiy xavfi davomlashayotgan Yusufjonga hujum qilgan gumondarlardan birining qo'lga tushirilish jarayoniga doir bir sin e'lon qilgan. Egilinishcha, gumondarlardan Aliyevti 11 noyabr İstanbul Küçükçekmece rayoni Jannat mahallasidagi bir harakatda qo'lga tushirilgan bo'lib, Ömer ismli gumondar 20 noyabr saqchixonaga kelib taslim bo'lgan. Yusufjon Ahmed xalqarалық axborot vositalariga o'zining burun Xitoy josuslik organlari uchun xizmat qilishga majburlanganligini oshkorlagan bo'lib, u bu sababli Xitoy bexatarlik organlari tarafidan tahdidga uchrab kelganligini aytgan edi. Yaqında Amerikada nashrdan chiqadigan siyosiy xavflar jurnalida Amerika Kishilik huquq qonun fondining tadqiqotchisi Dr. Terry Marsh va Chicago universitetidan Dr. Tengbiao birlashib yozgan Xitoy Kompartiyasi chet el terrorlik tashkilotlaridagi harakat qiladi mavzuliq bir keng ko'lamli doklad e'lon qildi. Mazkur dokladda Xitoy Kompartiyasi paydo qilgan harakatlar, qo'llangan vositalari va u keltirib chiqqan oqibat mulohiza qilinish asosida Xitoy Kompartiyasining amaliyotda Amerikaning qonunlaridagi chet el terrorlik tashkilotiga berilgan izohotlarga butunlay bob keladigan bir terrorlik tashkiloti ekanligi tushuntirilgan. Abdullah yana Xitoy Kompartiyasining yuqoridagilardan sirt, yana yuqori texnikalik istibdod tuzumini yo'lga qo'yib, 1 milliondan ortiq Uyg'urni qayta tarbiyalash nomidagi jazo lagerlariga qamaganligini, nurg'un kishilarni qiynashga, majburiy g'oyib bo'lishga va majburiy emgakka tutilganligini, lagerlarga qamalganlarning bo'lsa biologiyalik sonliq ma'lumotlari yig'ilib, mutlaq nazorat ostida turayotganligini, Uyg'ur oilalarining majburiy tug'utchaklash, majburiy bola tushirish va hatto buvoqlari o'ldirilishda qismatlarga duch kelayotganligini eskartgan. Hong Kongdagi Kuachiofi ismli YouTube kanali minglagan ota-onalarni, o'quvchilarni Xitoyga qarshi o'shmanlikka va namoyish qilishga quturatgan deb ayblangan o'qituvchilarni nazorat qilishga chaqirdi. Kua qo'zg'agan Xitoyni qo'llash faoliyati Hong Kongdagi bir qism Beijingni qo'llaydigan siyosiy arboblarning qo'llashiga erishgan. Reuters agentligiga soqchilarning bergan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, bultur 6-oydan buyon qo'lga ilingan 9200 namoyishchining taxminan 40% o'quvchilar ekan. Xitoy Hong Kongdagi nurg'un yoshlarning hokimiyat beshidagi kompartiyaga va uning siyosatiga qarshi maydonidan ansirab, yangi ma'arif islohotini planlamoqda ekan. Xabar qilinishicha, Janubiy dengizda Xitoy dېڭىزقىرغىقى مۇھاپىزەت پاراخوتى Malaysiyaning دېڭىزتەۋەلىكىگە qonunsiz besib kirib, jiddiychilik keltirib chiqargan. Asiya dengiz okean va ochiq oshkora tashabbus tarafidan tayyorlangan dokladda Xitoy dېڭىزقىرغىقى muhofizat paraxotining 19 noyabr Malaysiyaning shimolidagi Sarawak dېڭىزقىرغىقىdan 44 dengiz milliy yiroqlikdagi hidrokarbon burg'ulash supisi va atrofidagi mol ta'minlash paraxotiga yaqinlashganligi ko'rsatilgan. Ogohlantirishlardan keyin Malaysiya dengiz armiyasi paraxot avatib, Xitoy paraxotini qo'g'lab chiqarayotgan. Malaysiya hukumati 9-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga avatgan xitobnomada Xitoyning Janubiy dengizdagi tashabbusiga qarshi turgan. Malaysiya Tashqi ishlar ministri Hishamuddin Husayn Malaysiyaning Janubiy dېڭىزقىرغىقىdan 200 dengiz millig'icha bo'lgan doirada egilik huquqi borligini ta'kidlagan.